Temir yo'l kargo aksiyadorlik jamiyatida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yuk kassirlari yuklarni qabul qilib topshiruvchilari malaka oshirmoqda. Yuk va tijorat ishlarini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining 243-en sonli buyrug'i asosida bir guruh mutaxassislar o'z tajribasini, kasbiy malakasini oshirish maqsadida temir yo'l kargo aksiyadorlik jamiyati o'quv seminarida ishtirok etish uchun yetib kelishdi. Respublikamizning turli hududlarida faoliyat olib boruvchi bu mutaxassislarga tashishlarni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Surat Miraliyev o'z bilim va tajribalarini o'rgatadi. 2 hafta davomida ular temir yo'l kargo aksiyadorlik jamiyatining asosiy faoliyatini, transport ekspeditorlik xizmatlari, xususiy va inventar maqomdagi vagonlar o'rtasidagi hisob-kitoblarni o'rganishlari, Chuqursoy stansiyasiga chiqib, uning ish faoliyati bilan yaqindan tanishishlari rejalashtirilgan. Ularga temir yo'l kargo aksiyadorlik jamiyatining boshqa malakali mutaxassislari ham o'z tajribalarini o'rgatishadi. 2 haftalik o'quv seminarini muvaffaqiyatli yakunlagan mutaxassislar sertifikat bilan taqdirlanadi.